Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanidan keyingi darsimiz va bu 13-mavzuyimiz bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz ilmiy tadqiqotda tushunish va tushuntirishning ahamiyati deb nomlanadi. Ilmiy tadqiqot bizda mana turli xil tadqiqotchilar bo'ladi-da. Ayrimlar tadqiqotni amalga oshirishi mumkin, lekin uni tushuntirib bera olmaydi. Yoki ba'zilarda mana shu o'zlarini hayotiy tajribalari davomida nimalarnidir kashf qilgan bo'ladi va ular o'shani tushuntirib bera olmaydi-da. Ammo lekin olimlar, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan, professional shug'ullanayotgan odamlar albatta buni tushuntirib bera olishi va o'zi ham to'g'ri tushungan bo'lishi kerak. Shuning uchun ilmiy tadqiqotda tushunish va tushuntirish juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Xo'sh, ilmiy tadqiqotning yana bir marta har darsgidek o'sha mazmuniga qarab olamiz. Ilmiy tadqiqot har doim biz uchun yangi bilimlarni yaratishi kerak. Yangi bilim berish kerak, yangi kashfiyotlarni berish kerak. Va albatta biz berayotgan bilimlarimiz obyektiv va ishonchli bo'lishi kerak. Ma'lum bir subyektning o'zi bilan bog'liq bo'lgan bilimlar bu jamiyat uchun naf bermaydi. Yoki u jamiyatda o'zining tasdig'ini topmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bilimlar obyektiv va boshqalarning tanqidiy nazaridan o'tgan, ishonchli bo'lishi kerak. Va ilm jarayonida har doim tajriba va nazariya birga kelishi kerakki, o'sha ratsional bilimlar bilan empirik bilimlarning uyg'unligini biz har darsda o'zimiz ta'kidlab kelyapmiz. Ilmiy tadqiqotning endi aslidagi o'sha tarkibiy qismlariga ham e'tibor qaratib olamiz. Har qanday ilmiy tadqiqot o'zining noyob tarkibiy qismlarga egaligi, ularni birgalikda tadqiqotning muvaffaqiyatini ta'minlashini nazarda tutadi. Biz qachonki o'sha tarkibiy qismlarni to'liq tushunib olmas ekanmiz, o'zimiz olib borayotgan mavzu bo'yicha biz ma'lum bir muvaffaqiyatlarga erishishimiz qiyin bo'ladi. Endi biz o'sha ilmiy tadqiqot jarayonida eng avvalambor maqsadli faoliyatni olib borishimiz olim sifatida, keyin ilmiy mehnatni tushunishimiz, boshqa mehnatlarga nisbatan ilmiy mehnat nima ekanligini ajratib olishimiz va albatta ilmiy mehnat vositalaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Biz maqsadni oldimizga to'g'ri qo'ymaydigan bo'lsak, tadqiqotlarimizning natijasi o'shanga yarasha bo'ladi. Va maqsad o'sha olimni bo'lajak ilmiy ish uchun harakatga keltiradi. Ilmiy mehnatning o'sha predmeti esa tadqiqot obyekti va unga oid oldingi bilimlar, ya'ni tadqiqotlarni o'rganayotgan sohasi shu kungacha to'plangan ma'lumotlarning majmuidan iborat bo'ladi. Ilmiy mehnat vositalari esa o'lchov, hisoblash texnikalari, boshqa ilmiy uskunalar, hozir mana kompyuterlar, boshqa nimalardan foydalanib o'sha ishimizni amalga oshiramiz. Ilmiy ishda har doim tajriba va nazariya uyg'un bo'lishi kerak. Sizda nazariya bo'lsa-yu, lekin o'shani tajribada qo'llab ko'rmasangiz ham bu ilmiy tadqiqotning natijasi yaxshi bo'lmaydi. Bizda 90-yillarda kuzatilgan eng katta muammo shunda bo'ldiki, olimlar nazariy jihatdan tayyor, oldindan kelayotgan nazariyalarni olib tayyorlaydi, lekin o'sha narsani laboratoriyalarda amalga oshirishning imkoniyati cheklanib qoldi. Misol uchun kimdir qurilish sohasida bir dissertatsiyani yozayotgan bo'lsa, o'shani quradigan quruvchi yo'q. Kimdir axborot texnologiyalari bo'yicha bir tadqiqotni amalga oshirgan bo'lsa, uni amalda bajarib beradigan, qo'liga asboblarni olib o'shani kompyuterni yaratadigan ustalar yo'q bo'lib qoldi-da. Shuning uchun biz faqat nazariy asoslarga qarab ilmiy ish qiladigan jamiyatga aylanib qoldik-da. Endi hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida mana shunday bir haligi yaratildi, binar o'sha dissertatsiyalar degan. Kim nazariyani yaxshi bilsa va nazariy jihatdan isbotlangan narsasini laboratoriyada yoki biron bir ishxonada, korxonada amaliyotga qo'llash jarayonida boshqa bir odam ishtirok etsa, ikkalasiga ham birdan o'sha ilmiy daraja beriladi. Endi bu tushunish va tushuntirishning jarayonlariga bir e'tibor beramiz. Tushunishning o'zi nima? Ilmiy muammoni anglash, uning mohiyatini ochish, bu tadqiqotning birinchi yoki eng muhim bosqichi sanaladi. Muammoni chuqur tushunmasdan unga yechim topish qiyin.
o'zingiz bilmay turgan, tushunmay turgan muammo to'g'risida ilmiy ish olib bora olmaymiz. Endi tushuntirishicha olingan natijalarni boshqalarga yetkaza olish, ilmiy qonuniyatlarni ifodalash esa tadqiqotning yakuniy bosqichidan iborat bo'ladi. Bu jarayon orqali yangi bilimlar keng jamiyatga tarqaladi. Ilmiy tadqiqot sohasida bilasiz, bizda ko'pincha ilmiy tadqiqot institutlari ishlaydi. Ilmiy tadqiqot institutlarida tadqiqot ishlari olib boriladi-yu, lekin o'shani boshqalarga yetkazish masalasida muammolar bo'ladi. Ammo lekin oliy ta'lim muassasalarida ishlayotganlarda bu uyg'unlashadi. Nazariyada ko'rayotgan narsalarni bemalol boshqa talabalarga o'tkazish imkoniyati bo'ladi. Aynan shu narsa esa ilmiy tadqiqot institutlarida tadqiqot institutlariga qabul qilingan magistrlar yoki doktorantlarga o'tkaziladi va bu izchil bo'ladi albatta. Ilmiy tadqiqotlar 3 turga bo'linadi. Birinchisi fundamental tadqiqotlar, ikkinchisi amaliy tadqiqotlar, uchinchisi esa ishlanmalardan iborat bo'ladi. Fundamental tadqiqotlar yangi nazariy bilimlarni yaratish, tabiat va jamiyat qonunlarini ochishga qaratilgan o'sha bilimlarni nazarda tutiladi. Misol uchun kvant fizikasi yoki kosmologiya sohasidagi tadqiqotlar bular fundamental tadqiqot hisoblanadi. Amaliy tadqiqotlar fundamental bilimlarni amaliyotga tatbiq qilish, aniq muammolarga texnik yechimlarni yaratadi. Misol uchun yangi tibbiy dori vositalarining yaratilishi bu amaliy tadqiqotlarga kiradi. Ishlanmalar yangi mahsulot yoki texnologiyalarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayonida biz ishlanmalarni amalga oshiramiz. Bu turdagi tadqiqotlar bozorga tayyor mahsulotlarni olib chiqish uchun xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlarning yana bir jihati bor. Bu ilmiy tadqiqotlarning jamiyatdagi o'rni. Jamiyatda ilmiy tadqiqot nima vazifa bajaradi, nima beradi degan savollarga biz hozir javob topishga harakat qilamiz. Ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati o'sha rivoji uchun fundamental ahamiyat kasb etadi o'zi va uning barcha jabhalardagi ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Muammolarni hal qiladi. Iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ekologiya kabi sohalarda murakkab muammolarni ilmiy asoslangan yechimlar topish orqali hal qilamiz. Yoki innovatsiyalarning drayveriga aylanadi va o'sha innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotning poydevori bo'lib xizmat qiladi. Bu esa yangi imkoniyatlarni jamiyat uchun ochib beradi. Va shu bilan birga har qanday ilm bu yangi kadrlarni yetishtirib chiqarishda eng asosiy manba bo'lib qoladi. Bu har qanday ilm bo'lishi mumkin. Misol uchun meditsina sohasi, qishloq xo'jaligi sohasi bo'lishi mumkin. U albatta oliy ta'lim muassasalarida talabalarga, magistrlarga yangi bilim sifatida beriladi va bu keyingi avlod olimlarining yetishiga juda katta ahamiyat kasb etadi. Olim har doim o'sha tushunish va tushuntirish jarayonida o'zida ijodkorlikni namoyon qila olishi kerak va o'zi o'rganayotgan sohaga juda katta qiziqish bilan yondashishi kerak. Agar dunyoda ma'lum bir narsaga qiziqqan olimlar bo'lmaganda edi, butun hayotini belgilagan olimlar bo'lmaganda edi, taraqqiyot bu darajada bugungi kundagichalik yuksalmagan bo'lardi. Insoniyatni o'zida mana Lev Gumilyov odamlarni xarakteriga nisbatan ikkiga bo'lgan, passionar va subpassionar odamlarga bo'lgan. Subpassionar odamlar har doim u olim ham bo'lishi mumkin. U o'z muammolari atrofida aylanishadi. U ya'ni o'zi olim bo'lsa, shundan kattaroq oylik olsa yoki odamlar orasida obro'sini ko'rsatib yursa, darajalarini ko'rsatsa, o'shalarning atrofida bo'ladi. Lekin passionar olimlar esa ma'lum bir ilmiy qiziqishlar izidan tushgandan keyin butun hayotini shunga bag'ishlaydi, shu yo'lda o'zini fido qilishi ham mumkin. Demak, biz passionarlar va subpassionarlarga bo'linamiz qaysidir jihatdan. Va har bir olim demak xulosa qilib aytish mumkinki, o'z ishining fidoyisi bo'lishi kerak. Endi biz o'sha tushuntirishimiz aslida ilmiy tadqiqotdagi muvaffaqiyatlarning kaliti bo'ladi. O'zingiz yaxshi tushunmadingiz, yaxshi tushuntira olmadingiz, ilmiy kengash sizni inkor qiladi. Shuning uchun bunda nima zarur degan savol tug'iladi. Eng avvalo aniq maqsad va muammolar aniq belgilab olinishi kerak bo'ladi.
tadqiqotning boshida aniq maqsad qo'yish va uni hal qilish kerak bo'lgan muammolarni to'g'ri shakllantirish tadqiqotning eng bosh kaliti sanaladi. Va ikkinchisi, bu berilgan materiallarni, o'rganayotgan materiallaringizni to'g'ri tahlil qilishingiz va sintezlashingiz. Keyingisi to'g'ri metod qo'llay olishingiz va uchinchisi demonstratsiya, ya'ni o'shani odamlarga to'g'ri tushuntirib bera olishingiz kerak. To'g'ri tushuntirib berish uchun hamma narsadan foydalansa bo'ladi. Slaydlardan foydalanish kerak, laboratoriya ishlarining o'zini namoyish qilib berish kerak yoki bo'lmasam ilmiy chiqargan maqolalaringizni shaffoflik bilan boshqalardan boshqa nimalarda matbuot vositalarida e'lon qilib ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Ana shu jarayonlar sizni yangi muvaffaqiyatlar sari yetaklab boradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ilmiy tadqiqot bu o'rganish, o'rgatish, tushunish, tushuntirish, bilish va yangi kashfiyotlarni yuzaga keltirish jarayoni hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot inson tafakkurining eng yuqori shakli bo'lib, u bilish va yaratish jarayonlarining o'zaro bog'liqligida namoyon bo'ladi. Yangi bilimlar dunyosini kashf etadi. Ijtimoiy mas'uliyat yuklaydi inson olimlarga va inson o'sha ijtimoiy mas'uliyat ortidan borib, albatta muvaffaqiyatlarga erishadi. Har bir olim o'zi yaratayotgan kashfiyotlarning qanday paydo bo'lganligini, qanday shakllanganligini, ularning keyingi taraqqiyot bosqichlarini, o'zi o'rganayotgan davrdagi olimlarning ishlarini hammasini to'laqonli o'rganmaguncha to'liq tushuncha hosil qilmaydi. Shuning uchun har bitta olimda o'ziga xos, olimlarga xos bo'lgan xarakter shakllanishi kerak bo'ladi. Va shundan keyingina bizning ilmiy tadqiqotlarimiz bizdagi kelajagimizning poydevori bo'lib xizmat qiladi. Va albatta tushunish va tushuntirishning bunda o'rni katta. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz tugadi. Qora nuqta qolib ketgan ekanda.